Bu darsimiz orqali printerda hujjatlar va rasmlarni qanday qilib chop qilishni o'rganamiz. Demak, biz hujjatimizni ochib olamiz. Bizga mana shu hujjatimizni chop qilishimiz kerak. Bu hujjatimizni qaysi betlari bizga kerak bo'lsa, o'shalarni tanlab olishimiz kerak, to'g'rimi? Mana 4 ta bet kerak ekan. Biz Ctrl P ni bosamiz. Ctrl P ni bossak chiqadi mana. Driverimiz mana o'rnatgan driverimiz turibdi. Endi sahifalar tanlaymiz. Bizga 1 dan 5 ga sahifa kerak. Yoki 1 dan 4 ga sahifa kerak. 1 -4 qilamiz va pejetga beramiz. Bo'ldi, printer endi chiqaradi. Endi biz boyagi rasmimizni chiqarishimiz kerak. 5-sahifani tanlaymiz. Swaystva printerga kiramiz. Printerga kirganimizdan keyin qaranglar. Prosta bo'lmak bu o'zini standart bo'lmagi. Цветной degani bu rangli degani. Ikkinchisi tanlasangiz bu черный белый degani. Biz цветной chiqarishimiz kerak, rangini belgilab OK qilamiz va yana pejetga beramiz. Avtomatik 5-sahifani o'zi chiqaradi. Faqatgina rasmni o'zini chiqaradi.